Ular menga qarashyapti. Dunyo go'zaliga, bilya. Bu qarashlarni bilaman. Hayratdan qotib qolgan ko'zlar. Jahoyi, u ham qarayapti. Bilyat, obro'yimni 1 sekundda olib ketdi. Quyonsoq, juda zo'r chiqdi. O, rostdanmi? Buni eshitganimdan xursandman. Dunyo go'zaliman-da. Ularga o'xshab qo'llash xizmati yo'qligi uchun kechirasan. Qara, bu senda yo'q. Yo'q, xavotir olmang. Siz haydash, suratga olish, tashkilotli ishlar bilan bandsiz. Kel, tanaffus qilamiz. Senga suv olib kelaman, Quyonsoq. Ha mayli, rahmat. Voy, unga qaranglar. U modelmi? U bilan gaplashsak bo'ladimi? Quyonsoq, men sendan xafaman. Menga qo'ng'iroq qilasan deb o'ylagan edim. Kiyim do'koni. Soatiga $100 yetarli emasmi? Ular senga qancha to'lashyapti? Boshlig'i. Unda soatiga $150 ga nima deysan? $200 mi? Men bundan ko'p to'lashga tayyorman. Senga yetarli miqdorda taklif qilmadimmi? Ma'zur tutasan. Boshliq, axir men $35 olaman-ku. Ular hali kichik do'konga o'xshaydi. Yana zo'rg'a xodim topadi. Bizdagi tartib va qulaylik yaxshi emasmi? U seni aql bovar darajadagi maosh bilan qiziqtirgan bo'lsa ham, inqirozga uchralib qolsa, ishingdan ayrilishing mumkin. Taklif uchun rahmat, lekin do'kon boshlig'i yo'q. Menimcha bizdagi kiyimlar ancha yaxshiroq. Men shu kiyimlarni kiyishni afzal ko'raman. Rostdanmi? Mayli, ular qulashsa menga qo'ng'iroq qil. So'tak. Mana Quyonsoq, ichib ol, bilya. Siz qaytdingizmi? Maraz o'zini ko'rsatyapti. U bu tomonga qarayapti. Qanday turishim kerak? Biroz kuzatib, o'rganishim kerak. U menga e'tibor bermayapti. Hey, Jehoyo! Menga qarayapti. Surbet, u Jehoyoni ko'zini suzyapti. Men yutqaza olmayman. Men faxriy modelni kuchini ko'rsatib qo'yaman. Men hali shunday pozada turishim kerakmi? Sharmanda, shundaymi? Zo'r turish, portlash. Hey, men uni taniyman. Kim bu? U Pasibok yulduzi emasmi? Model men ekan bo'lsa kerak. Kelishgan. Iltimos, men bilan rasmga tushing. Ajoyib. Men bilan ham. Sizni Pasibokda ko'rganman. Lekin bu mening pozam edi. Haligi, siz Quyonsoqmisiz? Balki meni tanimaysiz, lekin men Pasibokdagi do'stingizman. Men sizga obuna bo'lganman. Jahoyi? Men ham Pasibokda. Menda atiga 2000 ta kuzatuvchi bor. Balkim biz do'st bo'larmiz. Sen bu yerda nima qilyapsan o'zi? Ana u juftlikka qarang. Kelishgan. Ular Pasibok yulduzlari-ku. Bu qaysi do'kon ekan? Jahoyi xonim, menga bepul yordam berayotganingiz uchun rahmat. Ammo siz boshqa fotosessiyada ishtirok etyapsizmi? Men freelansadagi modelman va men buni tugatib bo'ldim. 3 soatga tugadi. Bir xil kiyimda biz haqiqatdan ham juftlikka o'xshaymiz, to'g'rimi? Ha. Boshliq, Quyonsoqqa suratga olayotganingizda iltimos meni ham chiqaring. Rahmat sizga. U mendan kuniga $300 olardi. Jahoyi.
Ha, buni o'rniga men bilan Quyonsokni kechki ovqatga mehmon qiling. Albatta, Jexaya xonim. Zo'r. Parxyonsok, meni qizimni o'g'irlading. Buni unutmayman. Qattiq ishlaganingiz uchun rahmat. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Demak bu qisqich baqali sho'rva ekanda. Zo'r. Bu nima deganingiz? Odatda qisqich baqaling sho'rvada faqat oyog'i bo'lmaydi. Seni ko'rganimdan juda xursand bo'ldim. Telefoning jirillayapti. Javob bermaysanmi? U shunchaki beyo, u vaysaqi. Nima bo'lganda ham kattakon rahmat. Mening orzuyim o'zimni brendimni yaratish. Ammo bir necha marta omadsizlikka uchraganligim uchun sinib qolgandim. Nega unday deysan? Kiyimlaring yaxshi-ku. Men o'zim ham model o'rnida ishlagandim. Chunki pul yo'q edi. Mening kiyimlarimga ishonchim baland, ammo hech kim e'tibor qilmasdi. Biroq Quyonsok, ular senga boshqacha ko'rinadi. Barcha yaxshi brendlar model tanlashda juda ehtiyot bo'ladi. Faqatgina kiyim muhim emas. Yuqori malakali bo'lganingga qaramay, men bilan ishlaganliging uchun rahmat. Maosh ko'p bo'lmasa ham qo'limdan kelgani shu. Agar boshqa qayerdadir fotosessiya qilishni xohlasang, shunchaki ayt. Shu keragidan ortiq ko'p narsa oldim. Bu kishi qandaydir boshqacha. Mayli, men onamga sovg'a olgan borishim kerak. Yaxshi aloqada bo'lib turaylikchi. Men ham senga qo'ng'iroq qilib turaman, Quyonsok. U duch kelgan qiyinchiliklar agar menda bo'lganda allaqachon yengilgan bo'lar edim. Buni topishim uchun bir necha marta tuni bilan do'konga ishlashimga to'g'ri keldi. Ishonish qiyin. Onamga nima olsam ekan? Bunchalik ishlash uchun bir necha soat ketadi. Eski tanamda tuni bilan topadigan pulimni yangi tanamda bir necha soat ichida topyapman. Demak shu yo'l bilan ham ishlasam ham bo'ladi. Bu nisbatan adolatsizlik, lekin bu ish anchagina qiyin. Hey, bu senga xazina emas-ku. Yerga tushgan qisqichbaqa oyoqlarni terib oladigan darajada qimmat emas-ku. Shunchaki xunuk va arzonlarni sotib ol. Ammo menga yerga tushganlarni bera olmaysizmi? Baribir ularni tashlab yuborasiz. Oyi. Xo'p, olsang olaver. Sendagi odamlarni hech kim ko'rmaganmi? Oyim yerdan qisqichbaqalarni olganmi? Kattakon rahmat. Nima? Garochi qotib qoldi hayratdan. Onam shunchalik azob ko'rganmi? Judayam g'alati. Birgina pul uchun. Quyonsok, sen yaxshi ko'radigan qisqichbaqali sho'rva. Balki uxlab yotgan do'stingni ham uyg'otsakchi. Bundan faqat oyoqlar. Onangga pul berdingmi? Katta bo'lib qolibsan. Menga kerak emas, o'zingga tursan. Xuddi o'zingizga kerak emasdek, ona. Mazali. Albatta, kim qilganini bilasan-ku. Mazali chiqibdi. Onajon. Hey, nimaga yig'layapsan? Quyonsok. O'sha kuni men boshqa bunday qila olmayman. Men pul topishim kerak deb qaror qildim. Bu tanadagi qobiliyatni behudaga sarflamayman. Uni haqiqiy pul topishga ishlataman. Men hammasini qila olaman. Men bu qarordan umrim oxirigacha afsus chekaman. Ikkinchi qism tugadi.